Bu videoda biz biznesni 5 ta etapini ko'rib chiqamiz va bu videoni oxirigacha agar siz ko'rsangiz, xudo xolasa, siz qaysi etapda turganligingizni va keyingi etapga o'tishga sizga nima xalaqit qilayotganligini aniqlab olasiz. Bu gaplarni shunchaki sizni e'tiboringizni tortish uchun gapirmayapman, chunki bu meni hayotim. Sababi men tizimlashtirish sohasida ishlayman va oxirgi 5 yildan beri biz jamoamiz bilan 20 tadan oshiq bizneslarni tizimlashtirib, ularga bitta etapdan keyingi etapga o'tishga yordam berganmiz. Agar siz hozir qaysi etapdaligingizni bilmasangiz, unda katta ehtimol bilan noto'g'ri narsalarga pul va vaqt sarflab qo'yasiz. Bu esa sizni biznesingizga o'sishiga xalaqit qiladi. Undan tashqari bitta joyingizda aylanib turaverasiz. O'zi qaysi etaplarda odamlar ko'p vaqt sarflab qo'yadi va o'sha etapda ular qaysi xatolarni ko'p takrorlaydi va qaysi etapda nima qilgan o'zi yaxshi degan savol berishingiz mumkin. Xudo xolasa, mana shu video davomida 15-20 minut davomida biz shu narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bitta zo'r bonusga ega bo'lasiz. Biz o'ylagan eng zo'r ERPni siz bepulga ishlatib foydalanib ko'ra olasiz. Biz sizga uni bepulga sozlab beramiz. Taklif esa batafsil oxirida bo'ladi. O'zi 5 ta bosqichdan qaysi birida tadbirkorlar yillab vaqt o'tkazadi va nega ba'zi tadbirkorlar ishlari yaxshi ketadi, boshqalar esa doim operatsion kodda bo'lib, o'zi biznesida doim ishlab, hech qachon yaxshi pul topa olmaydi. Shu haqida biz kelasi 15-20 minut davomida batafsil gaplashamiz va eng asosiysi nega tizimlashtirish deganda ko'pchilik umuman boshqa narsani tushunadi. Bizning birinchi etapimiz, birinchi bosqichimiz bu yakka tadbirkorlik. Ya'ni bu etapda siz katta ehtimol qaysidir kompaniyada ishlab yurgansiz va o'sha ishni yaxshi qilib kelyapsiz. Shu ishni yaxshi qilayotganligingiz uchun sizga aloqaga chiqishyapti. Ravshan, mana shu ishni zo'r qilar ekansan-ki, senga pul beraman, sen menga mana shu ishni qilib berasan. Va siz freelans sifatida o'zingiz tashqarida buni kichkina tijorat desak bo'ladi, pul topish maqsadida o'zingiz mana shu ishlarni qilib berasiz va ko'chada kichkinami kattami klientskiy bazangiz bor va shu odamlarga siz o'zingiz mana shu ishni qilib berasiz. Ya'ni bittasan aytib ketish kerak, yakka tadbirkorlik davomimiz bu yerda. Siz bir o'zingizsiz, sizda jamoada na shogirdlaringiz, na qanaqadir xodimlaringiz yo'q va shuning uchun hamma ishni o'zingiz qilyapsiz. Shuni hisobiga aytaylik siz $1000-2000 topa olasiz. Balkim kimdir sal ko'proq topishi mumkin, lekin o'rtacha freelancer bo'lib siz $1000-2000 topasiz. Bu etapda siz katta ehtimol bilan katta pul topa olmaysiz va katta moliyaviy erkinlikka erisha olmaysiz. Chunki siz topadigan pul siz ishlash vaqtingizga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni siz qachondir ishlamayman desangiz, o'shanda siz o'sha oy pul topa olmaysiz. Ya'ni aytaylik qaysidir oy, endi xudo ko'rsatmasin, siz kasal bo'lib qoldingiz va bir hafta, 2 hafta ishlay olmadingiz, zakazlar ola olmadingiz yoki ishingiz chiqib qoldi, 1-2 haftaga siz chet elga ketdingiz. Shu siz chet elda bo'lgan paytingiz yoki siz ishga chiqmagan paytingiz, siz pul topa olmaysiz. Bu etapda eng katta xato bu keyingi etapga o'tmaslik va ishni topshirmaslik. Chunki siz juda ham zo'r ishlasangiz ham sizni vaqt va energiya resurslaringiz chegaralangan. Ya'ni siz aytaylik 10 ta zakaz ola oladigan bo'lsangiz, o'zingiz jismonan siz hech qachon 30 ta 40 ta zakaz ola olmaysiz. Chunki sizni vaqtingiz cheklangan. Sizni vaqtingiz 3-4 barobar ko'payib qolmaydi. Bu etapda siz o'sishni xohlasangiz va ko'proq pul topishni xohlasangiz, albatta keyingi etapga o'tishingiz kerak va jamoa bilan ishlashni boshlashingiz kerak. Bizning ikkinchi etapimiz bu tirikchilik. Ya'ni siz tushunib yetdingiz, ko'proq pul topish uchun siz ko'proq ishlashingiz kerak va ko'p narsani ulgurmayapsiz, shuning uchun sizga odamlar kerak. Lekin mana shu ko'p odamlar qiladigan xato, tayyor xodimlarni olishmaydi. Ular tirikchilik o'shancha buni davoman. Ular ko'pincha shogirdlarni olishadi, tanishlarni olishadi yoki-da o'zini qanaqadir qarindoshlarini, ukalarini, bratishkalarini ishga olib, ular bilan shu ishni qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Tirikchilik deb aytaylik, mahallamizni, uyimizni oldida qanaqadir kichkina do'konchalar aytsak bo'ladi, chunki u oilaviy biznes bo'ladi va oila rahbari misol uchun dadasi o'sha biznesni ochadi, kichkina o'g'ilni, maktabda o'qiydigan o'g'ilni yoki ayolni qo'yib qo'yadi, ularga yaxshi pul to'lamaydi va bu biznes emas, bu ko'proq tirikchilik formatida bo'ladigan ish yoki boshqa odam bo'lishi mumkin. Misol uchun kimdir o'quv markazi ochmoqchi, qaysi zo'r ingliz tili ustozi, kengash etapida u yaxshi o'ziga o'xshagan boshqa ingliz tili ustozlarini olmaydi, o'zi o'qitgan o'quvchilarni ustozlikka yoki yordamchilikka oladi. Ya'ni ustoz shogird formatida. Bu etapda eng qiladigan katta xato, hali tayyor emas, tajribasiz odamni ishga olib, unga yaxshi oylik to'lamasdan undan katta natija kutish bo'ladi. Keyinchalik bu odamlar boshqalarga shikoyat, e'tirozlar bildirib yurishadi, chunki men ishlayapman, biznes qilyapman deb o'ylashadi va xodimlarim yaxshi ishlamayapti deydi. Bu yerda eng asosiy masala bu tajribasiz xodimlarni ishga olish. Xo'p, bunaqa tadbirkor o'rtacha $3000-4000 topa oladi. Undan ko'proq topish ancha qiyin bo'ladi, chunki uni ustki go'rdoshkasi, ya'ni uni biznesdagi ingichka joyi bu uni jamoasi bo'lib qolyapti va
jamoasi deb u rivojlana olmaydi va aytaylik 4-5 odam maksimum ishlatadi. Undan ko'proq umuman ishlatishga uni o'zini qobiliyati yetmaydi va uni jamoasini kuchi ham yetmaydi. Keyingi bosqichga o'tish uchun esa siz birinchi navbatda mental bloklarni yechishingiz kerak. Ya'ni bu biznes bilimlari haqida emas, bu yerda ko'proq psixologiya desak bo'ladi. Ya'ni siz mana shu nuqtaga kelganingizda 3-4 shogird ishlatayotganingizda bittasini tushunishingiz kerak. Nima uchun o'zi buni qilyapsiz? Siz buni pul topish uchun, kattaroq kompaniya qilish uchun qilyapsizmi yoki shunchaki bu sizga yoqyapti va shunaqa tirikchilik formatida kichkina pul topib dars yurmoqchisiz va shuning uchun shuni qilyapsizmi? Agar sizning maqsadingiz misol uchun $500 ming emas, misol uchun $100 ming, $1 million topmoqchi bo'lsangiz va katta korporatsiyalar ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda siz keyingi etapga o'tishingiz kerak. Buning uchun esa siz biznes qilishingiz kerak. Biznesni esa o'zini qoidalari bor. Ulardan biri bu to'g'ri jamoa qurish. Xo'p, endi biz keyingi etapga o'tamiz. Bizning keyingi etapimiz bu kichkina jamoa degan etap. Bu etapda biz shuni betyapmiz, biz qarindoshlarni yoki brachkalarni, shogirdlarni ishlata olmaymiz va bizga yaxshi jamoa kerak bo'ladi. O'sha yaxshi jamoa bilan esa biz biznes qilishimiz kerak bo'lyapti. Bu etapda biz bir o'sha jamoa kerakligini tushunyapmiz. Ikki, eng muhim narsalardan biz o'zimizni pulli nuqtalarimizni topyapmiz. Ya'ni o'zi bizning biznesimizni fishkasi nima? Ya'ni bu etapda biz katta ehtimol bilan hali ko'p pul topmaymiz. $500 ming topadigan etapdamiz. Bu etapda biz aniqlashimiz kerak, qaysi qattiq harakatlar orqali biz pul topa olamiz va qatliga biz tikishimiz kerak pul olish uchun. Ya'ni bu yerda bizda hozir katta jamoa emas. Ya'ni bo'lsa bir 5-10 kishi, 15 kishi bizning hozir jamoamizda ishlaydi va biz mana shu etapda hozir o'zimizni qidiryapmiz. Ya'ni tadbirkor sifatida o'zimizni shakllantiryapmiz. Kompaniya degan narsa endi kelib chiqyapti. Ya'ni birinchi etaplarda, masalan, tirikchilik yoki tadbirkorlik etapida katta ehtimol bizning kompaniyamiz nomi ham bo'lmagan. Kichkina jamoa etapida biz sekin bunday chiqamiz, bo'ldi, bizning kompaniyamiz nomi asoschilar bo'ladi. Endi biz mana bu yo'nalish bo'yicha ketyapmiz deb o'zimizni qidiryapmiz. Va mana shu etap eng muhim etap, chunki bu etapda sizni strategiyangiz, sizni bosib o'tadigan yo'li shakllanadi va o'sha bo'yicha kelasi yana 5-10 yil, 20 yil siz o'sha yo'lni bosib o'tasiz. Kichkina jamoa etapida bitta muammoga duch kelasiz. Undan oldingi etaplarda siz katta ehtimol bilan pulni o'zingiz ish qilganingiz uchun olgansiz. Ya'ni aytaylik, siz o'sha ishni qilib beryapsiz, shuning uchun sizga pul to'lashyapti. Bu etapda esa siz mix bo'lasiz. Ya'ni ikkiga bo'linasiz. Siz ham jamoani boshqarishingiz kerak bo'lyapti, ham o'sha o'z ishingizni qilishingiz kerak bo'lyapti. Ya'ni siz ham jamoani boshqarishingiz uchun pul olyapsiz, ham o'sha ishni qilib berganingiz uchun. Bu etapda siz katta ehtimol bilan yanada ham ko'proq ishlashni boshlaysiz. Aytaylik, kuniga kamida 8-10 soat ishlaysiz. Ha, tushunarli, qanaqa ishlarni jamoa qilishni boshlaydi, lekin ob'yom oshgan sari siz hali boshqaruvni zo'r o'rganmagansiz va shuning uchun ko'p ishlarni o'zingiz qilasiz. Ya'ni kabinetingiz bo'lsa, katta ehtimol bilan odamlar kuniga 15-20 marta taqillatib oldingizga kirishadi, "Mana buni qanaqa qilish kerak, buni qanaqa qilish kerak" deb so'rashadi. Bu etapda siz energiyangiz hisobiga yaxshiroq pul topishni boshlaysiz. Ya'ni misol uchun $5-10 ming pul topishni boshlaysiz deyapman bu etapda, lekin bitta minus bo'lishi mumkin. Agar siz mabodo moliyaviy jihatdan, moliyaviy savodxonligingiz yaxshi bo'lmasa, yoki siz o'sha xarajatlarni nazorat qilishni bilmasangiz, balkim siz tirikchilik etapidan ko'ra kamroq ham pul topib ketishingiz mumkin, chunki xarajatlar oshib ketadi. Tirikchilik etapida siz misol uchun bitta kichkina $500 ga ofis olib bergan bo'lishingiz mumkin. Uchta siz shogirdingiz bordir. Ularga umumiy misol uchun $1000 xarajat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Aytaylik, $1200 xarajat bilan yuribsiz, lekin kichkina jamoa etapida siz yaxshiroq ofis olishingiz kerak. Xarajatlaringiz birdaniga 4-5 mingga yoki 10 mingga ko'tarilib ketishi mumkin. Shuning uchun agar moliya taraflama siz boshqara olmasangiz, balkim siz minusga kirib ketishingiz mumkin. Ya'ni o'shaning uchun aytaman, bu eng muhim etap va mana shu etap keyingi kelasi yillarda, bosqichlarda qanaqa qilib o'zingizni boshqara olishingiz va qanaqa natijalarga erishishingiz mana shu etapda aynan hal bo'ladi. Mana endi do'stlar eng qizig'iga keldik, chunki keyingi bosqichga o'tish uchun esa bizga management, ya'ni boshqaruv va tizimlashtirish qobiliyatlari kerak bo'ladi. Shuning uchun keyingi bizning etapimiz tizimlashayotgan biznes. Tizimlashayotgan biznes etapimizda siz o'zingizni vaqtingizni aksariyatini biznesni tizimlashtirishga ketkazasiz. Ya'ni o'sha ishlarni, biznesdagi operatsiyaga ishlarni qilishga emas. Bu etapga o'tish uchun va bu etapda ishlarni to'g'ri qilish uchun biznesdagi operatsiyaga bog'liq bo'lgan narsalarga to'g'ri xodimlarni qo'yganingiz yaxshi. Misol uchun zakazlarni qabul qilish, sotishni kimdir qilsin, sotuvchi qilsin. Zakazni realizatsiyasini boshqa xodim qilsin va hokazo. Siz chunki bu etapda vaqtingizni aksariyati o'sha jarayonlarni har bittasini yozib chiqishga ketadi. Keyin hamma ishlarni raqamlashtirishga va qanaqadir programma qo'yishga ketadi. Bu etapni eslolmay o'tmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta aytaman, ishlarni topshiring. Siz esa mana shu tizimlashtirishga bog'liq bo'lgan ishlarga vaqtingizni ketkazing. Keyingi etapga o'tishimiz uchun esa
biza o'sha tizimlashayotgan biznes etapimizdan eson-omon o'tib olishimiz kerak va u etapdan biz bitta tizim bilan, ya'ni tartib bilan chiqishimiz kerak. Ya'ni har bitta biznesimizdagi ishni qanaqa qilishimizni bilib olishimiz kerak, aniqlab olishimiz kerak. Agar aniqlab olmasak, keyingi etapga o'ta olmaymiz. Chunki bizning keyingi etapimiz bu masshtablashayotgan biznes, ya'ni kengayotgan biznes. Ya'ni biza aytaylik setimiz deylik, retail, biz kiyim-kechak sotamiz. Biz har bitta jarayonimizni yozib chiqqanmiz, qadamma-qadam nima qilish kerakligini bilamiz. Bo'ldi. Endi biz masshtablashishimiz uchun yangi filial ochishimiz kerak va o'sha bizani undan oldingi etapdagi qilgan ishlarimiz bizga kerak bo'ladi. Shunchaki biz shablonlarimizni olib, masshtablashga ketamiz, yangi filial ochamiz, undan oldingi filiallarimizni qo'llagan barcha qo'llanmalarni bu yerda ham ishlatib ketamiz. Bu etapda bizga eng kerakli bo'ladigan narsa bu albattagina investitsiyalar, sarmoyalar. Chunki biz misol uchun hozir 2-3 ta filialimiz bor bo'lsa, biz qisqa muddat ichida 1 yilda aytaylik yana 10 ta filial ochmoqchimiz. Buning uchun bizga 10 ta filialga pul kerak bo'ladi. Agar biznesimiz foydada bo'lsa va yaxshi o'zini ko'rsatayotgan bo'lsa, biz yiliga balkim yana 2-3 ta faqat ocha olamiz. Shu katta ehtimol bilan ko'chadan qanaqadir investorlarimizni jalb qilishimiz kerak bo'ladi. Bu etapda siz ya'ni tizim qo'yilib bo'lgan, sizni biznesingizni pulli modeli, finansiy modeli tuzilgan, ya'ni siz bilasiz qaysi qat harakatlarni qilsangiz sizga pul kelishini. Bu etapda siz endi agressiv ravishda tez kengayishingiz kerak. Buning uchun endi mana siz realniy tadbirkor qilish kerak bo'lgan ishlarni qilishni boshlaysiz. Chunki operasionkadan chiqqansiz, tizim qo'ygansiz. Endi siz strategiya haqida o'ylaysiz, kuchli xodimlarni topish haqida o'ylaysiz va investitsiyalar qidirish haqida o'ylaysiz. Bu etapda sizni ya'ni o'zingizni soft skilllaringiz, kommunikatsiya qobiliyatlaringiz hal qiladi, chunki qo'lingiz bilan qiladigan ish qolmaydi. Siz faqatgina bittada katta ta'sir o'tkazadigan qanaqadir boshqacha global ishlar bilan band bo'lasiz. Xo'p, bizning 5 ta etapimiz bo'yicha men umumiy ma'lumot berdim. Endi keling, biz bitta zina tuzamiz. Bitta etapdan ikkinchi etapga o'tish uchun eng ключевой nima fikrlashimizni o'zgartirishimiz kerak. Birinchi etap, ya'ni biz boshlaylik, ko'chadan zakazlar oldik va endi biz ikkinchi etapga, tirikchilik etapiga o'tishimiz uchun nimani o'zgartirishimiz kerak? Birinchi navbatda shu yakka tadbirkor nima deb o'ylaydi? Birovga berib bo'lmaydi, o'zim hammasini yaxshi qilaman deb o'ylaydi. Birinchi o'zimizni fikrlashimizni blokka yechadigan narsa bu bizni hamma ishni o'zimiz qila olmaymiz. Ya'ni biz supermen emasmiz. Aytaylik, bizning vaqtimiz, resurslarimiz cheklangan va boshqa odamni yordami orqali ham ishni bitirsa bo'ladi. Ya'ni boshqa odamlarni ishlatib biz ko'proq natijaga erishishimiz imkoni kattaroq, ehtimoli kattaroqligini tushunishimiz kerak. Bu bizning birinchi blokimiz va mana shu blokka yetsa, biz keyingi etapga o'tamiz. Va ikkinchi etapdagi bizning eng katta blokimiz, o'zi to'g'risini aytsam, bu boshqa etaplarda ham uchraydi, lekin ikkinchi etapda ko'proq uchraydi. Bu blok yaxshi xodim, ya'ni qimmat xodim, xarajat degan blokni biz yechishimiz kerak. O'zi aslida misol uchun $1000, $2000 ishlaydigan xodimlar bu xarajat emas. Bu qaytanga sarmoya, bu investitsiya. Siz $1000-$2000 ishlaydigan xodimdan siz $10,000 balkim foyda ko'ra olasiz. Aytaylik, $500 ishlaydigan xodimdan siz faqat $1000 foyda ko'ra olasizda. Ya'ni uni koeffitsiyenti, ya'ni ko'paytiruvchisi, o'sha multiplikatori juda kichkina bo'ladi. Tirikchilik etapida biz keyingi o'sha kichkina jamoa etapiga o'tishimiz uchun mana shu blokni yechishimiz kerak. Ya'ni biz yaxshi xodimlar ishlatishimiz kerak. Yaxshi xodimlar ishlatib biz yaxshi natijaga erisha olamiz va ertaga kattaroq biznes qura olamiz. Va eng qizig'i, o'sha tirikchilik etapida kichkina kompaniya, kichkina jamoa etapiga o'tish yana bitta blok bor. Bu yerda ya'ni ikkita blokni biz yechishimiz kerak. Ikkinchi blok, odamlar bizdan emas, bizning brendimizdan, bizning nomimizdan sotib olish kerak. Ya'ni misol uchun men ismim Ravshandan olish kerak emas odamlar. Bizning kompaniyamiz, ya'ni asoschilardan. Meni kompaniyam boshqa, misol uchun Turgunov konsaltingdan odamlar sotib olish kerak. Odamlar faqat sizga ishonishi kerak emas. Shuning uchun bu etapda, ya'ni tirikchilik etapida odamlar katta ehtimol bilan aytaylik, do'koni bo'lsa, tam prostano supermarket deb yozib qo'yadi. Bunaqa ko'p, misol uchun o'zinglarni mahallalarda bo'lsa kerak, bunaqa do'konlar, do'kon nomi o'zi yo'q, ya'ni brend ustida ishlashmagan. Bu etapda endi misol uchun men o'tib ketsam, mendan keyin qoladigan brend shakllanishi kerak degan mana shu fikrlash usuliga o'tishimiz kerak. Ya'ni mana shu blokni yechishimiz kerak. Odamlar brendga ishonishi kerak. Faqat sizni nomingizga emas, chunki biznesni qilyapmizki, biznes bizdan ham ko'proq yashash kerak. Biz o'tib ketsak ham, bizani xudo olsa shu bolalarimizga, farzandlarimizga, nevaralarimizga qoladigan bitta yaxshi, stabil narsa qolish kerak-da. Ya'ni 100 yildan keyin ham bizani eslab yurishsin, o'sha dodam zo'r biznes qilgan ekanlar, haligacha mana tirik, haligacha o'sha foydali o'sha pul olib kelyapti. Xo'p, keyingi biz kichkina jamoa etapidamiz. Endi bu etapdan biz tizimlashayotgan biznesga o'tishimiz uchun nima ustida ishlashimiz kerak? Eng muhim narsa akalar bu pul. Biznesda agar pul bo'lmasa, hech narsa qila olmaysiz.
tizimlashtira olmaysiz agar pul bo'lmasa. Ya'ni pul bo'lmasa tizimlashtirib nima qilasiz? Tizim bu pulni saqlab qolish uchun ishlaydigan narsa, ya'ni ortiqcha rasxodlar, o'g'riliklar bo'lmasligi uchun. Endi kichkina jamoa etapida hali tizimlashtirishni o'ylamang. Siz birinchi navbatda keyingi etapga o'tish uchun siz o'zingizni pulli modellaringizni ishlab chiqishingiz kerak. Ya'ni o'zi siz taklifingiz yaxshimi? O'z takliflaringiz zo'rmi? O'zi sizga yetarli darajada lidlar kelyaptimi? Misol uchun lidlar oqimi tayyormi? Misol uchun kuniga kompaniyangizga 50 ta, 100 ta lid tushadimi? Yoki siz sotuvchilaringiz to'g'ri gaplashishni biladimi? Sotuvchilaringiz kuchlimi? Siz bu yerda ya'ni kommersiya otdelingizni rivojlantirishingiz kerak. Bu sotuv bo'limi va marketing bo'limi. Mana shu bo'limni ustida ishlashingiz kerak. Ya'ni o'sha produkt ustida lidlar, o'sha SMMingiz bo'lsinmi, reklama bo'lsinmi, sotuvchilarning mahorati, qobiliyati bo'lsinmi, siz biznesingizni maksimalniy pul olib keladigan mashinaga aylantirishingiz kerak. Bo'ldi. O'sha stabilniy, misol uchun siz oyiga $10,000 plus topishdan boshlasangiz, misol uchun 20-30 mingdan beri 20-30 ming dollardan topib kelyapsiz 5-6 oydan. Demak, siz keyingi etapga o'tsangiz bo'ladi va sekin tizimlashtirishga o'tsangiz bo'ladi. Chunki siz o'zingizni fishkangizni topib oldingiz. Aytaylik, sizda pul keltiradigan knopka bor. Siz bilasiz, mana reklamani yoqsangiz, reklamani bosyapsiz, odamlar sizga pul beryapti, sotyapti, sizga pul kelyapti. Endi mana shu ishni siz kengaytirishingiz kerak. Bu oxirgi etap, masshtablashayotgan biznes. Shu masshtablashish uchun siz keyingi etapga o'tyapsiz. Ya'ni tizimlashayotgan biznes etapi. Endi tizimlashayotgan etap biznes etapidamiz. Bu etapdan biz masshtablashadigan biznes etapiga o'tishimiz kerak. Bu etapda siz asosiy qiladigan ishingiz o'sha aytganimdek, sizni eng katta shu blokingiz bu og'zaki men gapirsam, odamlar meni tushunadi deb o'ylash yoki men qanaqa o'ylayotgan bo'lsam, odamlar ham shunaqa o'ylaydi deb o'ylash. Ya'ni o'ta ko'p odamlarni insofiga ishonmorish yoki odamlarni aytaylik saviyasiga ishonmorish deb aytsak to'g'riroq bo'lsa kerak. Siz default ravishda, ya'ni shundoq ham po defaultu hamma odamlaringizni aytaylik yosh bola deb qabul qilsangiz, bu etapda sizga ancha foydaliroq bo'ladi. Hech kim biznesingizda siz o'ylayotganingizni, siz fikr qilayotganingizni tushunmayapti. Odamlar tushunmaydi qanaqa to'g'ri ishlash qanaqa bo'ladi. Siz bu tadbirkorsiz, siz aqllisiz va shuning uchun bu biznes sizniki va shuning uchun siz yaxshi pul hosil topyapsiz. Lekin sizni xodimlaringiz bunaqa o'ylamaydi. Buning uchun siz agar xodimlaringiz yosh bolada, ya'ni 6 yoshli, 10 yoshli yosh bola tasavvur qilsangiz, siz ularga aniq dadil qoidalar ishlab chiqishni boshlaysiz va aniq ularga tizim, KPI, shtrafnoy sistemalar, bonus sistemalar ishlab chiqasiz, chunki ularni bu yosh bola bu tushunmaydi, yaxshi ishlash kerakligini. Bunga men unga motivatsion tizim qilib berishim kerak yoki agar men noto'g'ri ish qilsam, men unga atata qilishim kerak degandek fikrlashni boshlasangiz, mana shu mindset juda ham foydali, chunki bu etapda siz agar xodimlaringizni saviyali, aqlli, o'zi tushunoladi deb o'ylashni boshlasangiz, siz ko'p ularni o'ziga ishonib qo'yasiz va tizimga ishonmasdan xodimlarni o'ziga, ya'ni odam omiliga ishonib qolasiz. Mashda esa ko'p muammolar duch keladi va kengay olmaysiz. Ya'ni bu yerdagi o'sha siz bitta fikrlashingizni o'sha bitta blokini yechishimiz kerak. Xodimlarga ishonish kerak emas, tizimga ishonish kerak. Tasavvur qiling, har bitta sizni xodimingiz bu yosh bola va yosh bola bilan siz qanaqa qilib ish tutgan bo'lardingiz, qanaqa instruksiyalar, aniq nimalar qilib chiqqan bo'lar edingiz. Agar siz etapma-etap tezroq yurishni xohlasangiz va tezroq biznesingizni kengaytirib, yaxshi pul topmoqchi bo'lsangiz, 3 ta narsaga e'tibor berganingiz yaxshi. Birinchisi, savol bering o'zingizga, o'zi qaysi men etapdaman? Ya'ni bu yerda ochiq-oydin gapirish kerak. Misol uchun qaysi kichkina tadbirkor sal uyalishi mumkin, ya'ni uni biznesi aslida biznes emas, tirikchiligidan. Siz uyalmasdan o'zingizga mana shu savolni bering va aniq, ya'ni samimiy javob bering. Chunki siz hozir qaysi etapdaligingizni aniqlab olsangiz, keyinchalik dalchi ketish ancha osonroq bo'ladi. Ikkinchi maslahat, siz aytaylik tirikchilik etapidasiz yoki tizimlashtirish etapidasiz yoki yakka tadbirkor etapida bo'lsangiz, iltimos keyingi etapdagi qiladigan instrumentlarni, muammolarini o'zingiz etapingizda yechishga harakat qilmang. Misol uchun men nimani ko'p ko'raman, tadbirkorlar tizimlashtirishni xohlaydi, lekin vaholanki o'zi ikkita shogirdi bor, o'sha xodimlardan ikkita shogird. Ya'ni u tirikchilik etapida. Bu etapda unga vaqtli yoki kichkina jamoa etapida hali pul topish yo'llarini o'rganib chiqishmagan, hali biznes modellar yaxshi tuzilmagan, o'zi tizimlashtirmoqchi bo'ladi. U sal vaqtliroq. Yoki hali tizimlashmagan biznes, aytaylik masshtablashmoqchi bo'ladi. 10 ta 20 ta filial ochadi va umuman halovatidan voz kechadi. Siz o'zingiz etapingizdagi asosiy muammoni yechganingiz yaxshiroq. Keyingi etapdagi muammoni yechsangiz va o'zingiz etapdagi muammoni qoldirib ketsangiz, siz o'zingiz halovatingizdan voz kechgan bo'lasiz va ertami kech kasodga uchraysiz. Ya'ni bankrot bo'lib qolasiz. Bu esa yaxshilikka olib kelmaydi.
Va uchinchi maslahat, siz agar o'zingizni etapingizni aniqlagan bo'lsangiz va qaysi muammoni yechishingiz kerakligini aniqlagan bo'lsangiz, iltimos shu muammoni qanaqa qilib boshqalar yechgan, qanaqa yechish instrumentlari borligini o'rganing, aniqlaning. Chunki biznes nima desa bo'ladi, bu keyslar ilm fani desa bo'ladi-da. Bu yerda keyslar juda ko'p. Sizdagi muammoni yechgan boshqa odamlar tiqilib yotibdi, boshqa tadbirkorlar. Ulardan o'rganing yoki mutaxassislarni chaqiring. O'zingiz ya'ni hamma narsani qila olaman, hech narsani o'rganmasdan o'zim zo'r qilib tashlayman deb o'ylamang. Iltimos, o'sha kerak bo'lgan kitoblar bor, kerak bo'lgan mutaxassislar bor yoki kerak bo'lgan kompaniyalar bor, shuni qilib beradigan. Misol uchun, agar siz hozir 4-etapda, ya'ni tizimlashayotgan biznes bo'lsangiz, katta ehtimol sizda tizim bilan muammolar bor va sizga mana shu narsada yordam kerak bo'ladi. Agar siz programma qo'ymoqchi bo'lsangiz, reglamentlar yozib, biznes proseslaringizni aniqlamoqchi bo'lsangiz, unda bizning jamoamiz Turgunov Consulting aynan shu masala bilan shug'ullanadi. Mana shu etapda bo'lsangiz, misol uchun siz uchun bitta bepul dars tayyorlaganmiz. Mana shu chiqaramiz. O'sha darsni ko'rib chiqing. Biznesni tizimlashtirish qaysi etaplardan iborat, qaysi harakatlarni qilish kerak va o'sha qanaqa muammolarga duch kelishingizni barchasini biz batafsil aytib chiqqanmiz. O'shani ko'rib chiqsangiz bo'ladi va agar foydali topsangiz, bizga o'sha ariza qoldiring, bizga aloqaga chiqing. Biz sizga o'sha tizim bilan yordam bera olamiz. O'zingiz qilganingizdan ko'ra tezroq va riski kamroq, sifatliroq bo'ladi. Endi videoni boshida men sizga aytgan eng zo'r programmani bepulga ishlatishingiz mumkin degan edim, esingizda bo'lsa, va oxirida mana eng zo'r to'g'ri keladigan o'rta biznes uchun va katta biznes uchun programma bu Odoo deb aytdim. Odooni mutlaqo bepulga ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Bizani dasturchilarimiz sizni o'sha biznes proseslaringizdan kelib chiqib, o'sha Odooni yasab berishadi va siz o'zingiz biznesingizga qo'llab ko'rasiz. Ya'ni sotuv bo'lsa, qanaqa qilib kiritasiz, qayerda nima qilasiz, qanaqa qilib xodimlar oyligini hisoblaysiz va hokazo. Mana shuni biz sizga yasab berishga tayyormiz. Hammasi mutlaqo bepul. Oldin bunaqa narsalar qilmas edik. Uning uchun faqat bitta shart bo'ladi. O'sha havolaga bosib, arizani to'ldirishingiz kerak. Bizani qisqacha filtrimizdan o'tishingiz kerak. O'sha filtrdan o'tgan tadbirkorlarga biz Odooni bepulga qilib beramiz.